Yosh bolalaringizga ochadigan, o'rgatadigan birinchi kalima la ilaha illalloh bo'lsin. O'zicha harakat qilish kerak. Shu kalimani bora o'rgatib qo'ymasin bolasiga. Fotihani bora o'rgatib qo'ymasin ko'chada. Nima uchun bunaqa deyapti? Ehtiyot bo'ling, o'rgatib qo'yishmasin ko'chada shu kalima. Ehtiyot bo'ling, alhamdini o'rgatib qo'ymasin. Chunki kim o'rgatsa, shu odamga ajr ketadi. Alhamdini kim o'rgatib qo'ydi bolangizga? Kalima toyibani kim o'rgatib qo'ydi? Umrini oxirigacha aytgan toyib akasi, Fotiha surasi o'qir ekan, shu o'rgatgan odamga ajr bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. O'zingiz o'rgatib qo'ying tezroq. Toki bir kun nechta o'qiydi musulmon alhamdu surasi. Har bitta harfiga qancha ajr bor? 10 ta ajr bor. Va shuncha savob birovga berib yuborasizmi? Yo'q, o'zingiz o'rgating. Kalimani ham o'zingiz o'rgating. Fotiha surasini ham o'zingiz o'rgating. Agar vaqtingiz bo'lsa, albatta. Agar ko'chadan bo'shasangiz, agar televizordan bo'shasangiz, agar kompyuterdan yoki ulpatlardan, samovarlardan mabodo bo'shab qolsangiz, imkon bo'lib qolsa, harakat qilib ko'ring. Bo'lmasam ko'chadan o'rgatib qo'yishadi.